O'zbekiston bo'yicha eng arzon opton kiyim-kechak bozoriga keldik. Bu yerdagi narxlarni sizlarga birma-bir arzonlantirib chiqamiz. Narxlar bomba. O'zbekiston balki dunyo bo'yicha desam bo'ladi, chunki Xitoy 2 deb tanilgan bu bozor. Xitoydan keyin ikkinchi o'rinda turadigan bozor. Kattalar 4 dan ekan. Ichov bor ekanlarsin. 4 so'm shatta bo'lgan. 35 ming so'mdan ekan pachkaga. Kattasi necha? Razmer aka? Ikkinchi, 4-sinf. Qorbobo kiyimlar 25 ming so'm ekan. 35 mi bular? 35 ming cho'kkan bular. Bular ham shunaqa narxlarda ekan. 45 ming so'mdan ekan mana. 45 ming keling. Pachkaga 55 ming so'm ekan, abaya fasonda 48 dan 56 gacha razmer. 50 dan 56 gacha. Pachkaga 25 ming so'm ekan. Mana. Qalin materiali, rasvetkalari. Pachkaga 70 ming so'm ekan bular. O'xshi. Pachkaga 15 ming so'm qilib berar ekan buni. Bular 38 ming ekan pachkaga. Mana. Tepa pas mana 85 ming so'mdan nachosli. Razmer 58 gacha. Pachkaga 35 ming so'm ekan bular. 50 gacha razmer. Pachkaga 55 ming so'm ekan bular. Bular 85 ming ekan. 85 ming yo'q-da. Mana. Pachkaga 90 ming so'm ekan bular. Qalin nachos.